Bizda har doim topiladigan mahsulotlardan atigi 40 daqiqada tayyor bo'ladigan yumshoqqina tort tayyorlaymiz. Idishga tuxum, shakar, tuzni solib, mikserda oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Ustidan o'simlik yog'i, smetana yoki qatiqni solib, yana 1-2 mikser qilamiz. So'ngra elengan un, kakao, razrxiltini solib, vinchikda bir xil massaga kelguncha aralashtiramiz. Gaz listiga pergamin qog'oz solib, massamizni quyib, duxovkaga jo'natamiz. 15-20 daqiqada korjimiz yumshoqqina bo'lib pishib chiqadi. Korjimizni sovutamiz. Sariyog' va varyonli molkodan eng mazali, osongina krem tayyorlab olamiz. Sovigan korjimizni kesib, oralariga kremini birin-ketinlikda surkab chiqamiz. Eng ustiga chetidan qolgan urvoqlarni maydalab, sepib chiqamiz. Ustiga esa xohishingizga qarab yong'oq, yer yong'oq yoki xandon pista maydalanganini ham sepishingiz mumkin. Yumshoqqina mazali bo'lib chiqadigan tortimiz tayyor. Endi bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Yaxshi chiqarkan deb indamay o'tib ketib qolmasdan, albatta saqlab olib, oila a'zolaringiz uchun tayyorlab ko'ring. Ayniqsa hozirgi qovog'i solingan salqingina havoda issiqqina kofelar bilan juda ham zo'r ketadi. Aytgancha like bosmasangiz o'xshamaydi.